4ta barmoqda o'ynayman, tez pik qilolmayapman, maslahat bering. Xo'sh, birinchi o'rinda nastroykaga kirasiz va poylash sozlamalarini topasiz. Poylash rejimi chap tomonda teginish. Agar teginishga qo'yadigan bo'lsangiz, pikaniyani bosganingizda shunchaki qotib turadi. O'rtadagi ushlab turishga qo'ysangiz, faqat bosib tursangiz pik ochiladi. Abzaga aralash kerak, ya'ni ikkalasidan ham foydalansangiz bo'ladi. O'ng tomondagi va pastdagi ikkita funksiyani ham o'chirib qo'yamiz. Endi esa poligonga kirib, kamida 15-20 minut trenirovka qilishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib pikanani bosib qo'yamiz va qo'l o'rganishi uchun faqatgina o'tiradigan va joystikdan foydalanib mana shu harakatlarni takrorlaymiz. Qo'lingiz ancha kelishib qo'ygandan keyin preselni o'tib, mana shunaqa xuddi videoda ko'rsatilgandaqa trenirovka qilishingiz kerak bo'ladi. Anchagina qo'lingiz o'rganib qo'ygandan keyin bemalol TDMga kirib, xuddi mana shunaqa natija olishingiz mumkin. Baribir 4ta barmoq bo'lmaydi, 5ta barmoqga o'tish kerak deydigan negativlar uchun eslatib o'taman. O'sha dunyoga mashhur YouTube'da million podpisчики bor Star Kapitan ham xuddi men ko'rsatgan nastroykada 4ta barmoqda o'ynaydi.